Mahallani obodonchiligiga qarash, skripkaga sim qilamanmi? Dame un grr, Asabimga o'ynashma, hozir mana itni qo'yib yuboraman, girr qiladi. TikTokka trend olguncha ota-onaning duosini ol, kelib oyog'ini uqala. Bakar, mo iting bo'shab ketibdi, ol. Ha, rais bor, qo'lga nima bo'ldi? Kecha qo'limni kesib oldim, achishyapti. O'g'lim siyorsinmi, yaxshi bo'lib ketadi. Kecha 1 yoshli nevaram chichibam tuzatolmadi. Assalomu alaykum rais bova. Kukumba, qalay ishlar? Qo'limni chiqarib olib, qo'ltiqda quritib kelyapsiz. Ha, issig'i ko'rmaysizmi? Meni sentrga tashab qo'y. Yo, rais bova, uyga tez kirmasam bo'lmaydi. Nimaga? Xotin tez kiring degandi. Mana shu gapni aytganda ichingda nimadir shu aytib o'tdimi? Yo'q. Ertaga ishxonamga o't, men senga ish beraman. Voy, qanaqa ish rais bova? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lasan. Turli xil ko'zingni ko'rinma. Endi jitmas qilib o'tiribsan. Yaxshimisan, xabaring bor, o'g'lim Rossiyaga ketgandi-yu. Pul yuborish kerak edi. Aksiyonlar bugun yakshanba bank ishlamas ekan. O'g'lingga telefon qilib ber. Nog'izim zapchasi, qalaysan? Charchamaysan? Musofirda yuribsan, sog'lik, salomatlik, tuman boylik. Lekin bitta narsani bilib qo'y, TikTokka kirib, ana qizlarga sovg'a tashashni bilasan. Dema. Hozir menga qara, Play Marketga, App Store'ga kirasan, Test Pay degan programma bor. Shuni tortib olasan. Asha orqali bu dadangning kartasigacha O'zbekistonga pul tashlasang bo'ladi. Mana issiqda qiynalib chiqib kelmaydi bankka. Keyin mana kommunalkalar ham ko'payib ketib qolibdi-da, qarzdorlik. Asha yerda o'tirib Test Paydan bemalol kommunalkalarni to'lasang ham bo'ladi. Tushundingmi? Mo'so'ramagin, rus qizlarga qaramagin. Chiroyli bo'lib, gunohni bitta o'qimasdan uyga tez kelgin. Sopaltaroq Test Payni tez tortib olsin. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Ha, potiram yo'l, hali ham polpisliging qolmabdi-da. Hey, mamnaqa emas, mamnaqa bo'ladi. Men Benomni konsertida balkonda o'tirgandim-da, menga minday ko'rindi.